Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 17-may yana bitta arabamizni xudo xolasa yana Toshkent viloyati Bekobodga berdik. Bitta mahallaga 8-arabamizni beryapmiz. Akamiz mana qo'shnilardan ko'rib zakaz qilganlar. Zakazimiz tayyor bo'ldi, mana topshiryapmiz. Aka o'zingiz bir tafsilotlarni aytsangiz. Ustalarga rahmat. Mana qo'shnilardan ko'rib, akalardan ko'rib keldik. O'tgan hafta shanba kuni zakaz qildik. Xudo xolasa bu shanba kuniga tayyor bo'ldi. Yaxshi, rahmat. Sog' bo'ling, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Tabriklaymiz. Bu arabamizga kelsak, bu 1.30 ga 2.30 TNT bilan tok montaj hammasini taxlab, chiroyli qilib parkovlarni ham o'rnatib berdik mana. Bugun hisobiga ikkinchi arabamiz, ikkinchi Toshkent viloyatiga topshirayotgan arabamiz. Uzunlamir bilkalari mana joyida hammasi. Chiroyli qilib taxlab berdik. Kimga shunday arabalar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kimga shunday pritseplar kerak bo'lsa, telefon qilib bog'lanaverasizlar.